20 yosh edim. Koreyada xonadoshim xitoylik edi. Men bitta o'zbek bolani tanishib qoldim. Internetda qanaqadir bir tanishib qolib, keyin u dugonam aytdi: "Qara, sen u bola bilan bir gaplashib ko'r, ko'rishib ko'rgin-chi" dedi. Men aytdim: "Yo'q, menga qiziq emas" desam, "Yo'q" deb majburladi. Meni telefonimni u o'zbek bolaga beribdi-da. Bir marta bibliotekada o'tirsam, menga yozyapti. "Bibliotekaga keldim, keling chiqing" deyapti. Men aytdim: "Qayerdan bilasiz?" desam, "Dugonangiz aytdi" dedi. "Yo'q, men chiqmayman, men o'qiyapman" desam, "Iltimos chiqing, chiqing, chiqing." "Ha, xo'p" dedim. Chiqsam, keyin u bola "Keling gaplashib olaylik" dedi. Koreyada universitetlar katta. "Mayli" dedim, "Yuring, peshkom yuramiz" dedim. Keyin aniqlab gaplashsam, u bola уже 15 yildan beri nelegal bo'lib yurgan ekan o'ziga qiz qidirayotgan ekan. Legalniy qiz bo'lsa, uylanib, o'sha yoqda joylashib ketib, shunaqa oila qurib, shunaqa qilmoqchi ekan. Chunki O'zbekistonga qaytib ketolmas ekan. Nelegal bo'lsa, shu bilan qaytib ketgandan keyin deport bo'ladi, qaytib Koreyaga bormaydi. Birorta qizni qidirayotgan ekan. Shunday gaplashganimizda yaxshi, shunaqa muloyim, yaxshi, simpatik bolaga o'xshaydi. "Yo'q" dedim, "Rahmat, men unaqa gaplashish niyatim yo'q. Men o'qishim kerak, rahmat" dedim, "Lekin kerak emas. Men o'zimni o'qishimni bitirishim kerak" dedim. "Men yoshman hali" deb qutulishga harakat qildim. U bola "Yo'q" deb shunaqa menga уже va'dalar berib ketyapti. Hali birinchi marta ko'rib meni shunaqa va'dalar berib, "Siz menga yoqib qoldingiz, unaqa ekan, bunaqa ekan." Men aytdim: "Voy, rahmat, kerak emas" dedim. Keyin bibliotekaga kirib ketdim. Bibliotekadan chiqdim. U bola meni orqamdan kela boshladi. Keyin men aytdim: "Ha, orqamdan yurmang, iltimos, menga kerak emas, problema kerak emas" dedim. Keyin u bola esa: "Yo'q, meni moshinam bor, moshinamga o'tiring, mana shunaqa zo'r moshinam bor" deb menga aytyapti, xuddi men moshinaga uchadiganday. Aytdim: "Yo'q, mayli, kerak emas, men sizni moshinangizga o'tirmayman" desam ham, "Yuring, yuring, o'tiring, o'tiring" dedi. Men aytdim: "O'tirmayman moshinangizga" deb. Qanaqa o'zbek bolalar umuman qo'ymaydi, yo'q degan narsani tushunmaydida. "Yo'q" dedim. Keyin men peshkom ketyapman. Peshkom ketyapman. Moshinasini olib keldida, orqamdan kelyapti, mana shu narsaga kelyaptida. "O'tir, moshinaga o'tir. Nimaga bunaqa qilasan?" deb. O'zi men tanimayman u bolani. Birinchi marta ko'ryapman. Realni birinchi marta ko'rayotgan bola menga shuncha agressiya ko'rsatyaptida. Men aytyapman, hali men u bilan отношения qilmasdan turib, hali hech narsa boshlamasdan turib shuncha agressiya, shuncha gap. Men aytdim: "Voy, kerak emas, iltimos" gaplashmadim. Jim ketyapman. Shunaqa agressiya qilyapti borku, moshinadan tushmoqchida. Shunaqa qo'rqib ketdim rosayam. Keyin shuna qaradim, bitta rus qiz bor edi, tanirdim. Ismi Masha edi. Men aytdim: Mariya, пожалуйста" dedim. "Menga yordam ber" dedim-da, men bilan birga "Iltimos, yordam ber" dedim. "Mayli, mayli" dedi-da. Keyin ikkalamiz tezgina shunaqa qochib ketdik-da. Keyin u aytdi: "Yur, sen hozir o'zingni uyingga borma" dedi. "Boshqa joyga ketamiz" dedi. Keyin boshqa joylarga ketib, uni adashtirib tashladik-da yo'ldan. Keyin shu bilan telefonlarini blok qildim. Keyin u Xitoy dugonamga aytdim: "Bo'ldi, boshqa unaqa o'zbeklar bilan tanishtirma, iltimos" dedim. Shunaqa qilib, u bitta istoriya. Agar shunga o'xshagan istoriyalarni eshitmoqchi bo'lsangiz, layk qo'yib obuna bo'lishni unutmang.